Assalomu alaykum oyim podpishchilari. Bugun menga Qashqadaryodan Marjona opam, oyim podpishchisi, menga mana bunaqa korobkacha jo'natibdilar. Hozir ichidan ko'ramiz nima borligini. Voy, bu tursiz ko'rina bo'ladi. Mana buni qaranglar. Birinchi bo'lib men buni ochmoqchiman. Ko'rmoqchiman nima ekan bu. Qaranglar. Qarab ko'ramiz. Boshqa bitib ketyapti nima borligini ichida. Ben karar verdim o yüzden çıkıyorlar. Vay da. Nasıl? Aldı ketdi. Bu o'zi oyinga kelgan. Bu o'zi onga kelgan. O'zi buni to'yga taqishim kerak edi. Endi keldi. Endi sani to'yingga taqamizmi? Moqlar qo'yib. Qani boshingga taqib ko'rchi. Raqam? Yoniga qilasan. Endi bu yil. Orqangga qarada. Yo'q. Bu kim edi? Orqangga qarada. Yo'q. Bu kim edi bu? Qodir Ali? Yoqdimi senga? Конечно. Mana oyim podpishchilari. Endi qarang. Endi men sizga ko'p qilaman. Mana ko'raylikchi. Yerga o'zi. Manga bu tegma, xo'pmi? Manga. Mana puchoq qilasizlar, yo'q, mana taqishgan. Hozir biz ay. Aytinchi oxirida nima qilib qo'ydim taqmaganman. Senga nima bor? Ber opangga. Ber. Qani qizim? Va vashti zo'r narsa ekan qani? Mana puchoq yana orqadan qilasizlar, yo'q, senga mana qizga yonidan taqib qo'y. Voy Marjona, vashti zo'r. Rahmat. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Asalligini qaranglar. Qani kim bundoq qil? Mana, voy senga buni обязательно senga. Menga ko'proq mana yo'q, to'g'risi, mana bizni blistachkalar. Assalomu alaykum, mana cho'lkam bor, mana